Shunday sharoitda yashab o'tirgan ekanlarni akamiz. Yan taraf bo'lib gazxona ko'pmisiz? Gazxona yer. Mana ikki xonalari bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshilar jonlari, sog'misizlar? Xudo xolasa bir akamiz uyina keldik. Shu yordam so'rab chiqqan edi. Yashash sharoitlarini ko'rsatib o'taman. Qo'llangancha yordam etamiz deb umiddamiz, xudo xolasa. 36 minglik profilim bloklandi. Bir oy ichida ochiladigan gapi bor. Shunchalik bundan qo'yamiz. Ochilib ketsa, xudo xolasa, kuch birlikda bilasizlar. Birlashsak hamma narsaga qodirmiz. Yaxshilar bizlarga ehson etinglar. Erman kasal bo'lib keldi, ustini eshitishdi. Shuna qo'ldan kelgancha yordam etinglar. Bahodir ham mazangiz oydin menga. Nima dedi doktor? Qabrg'asi singan dedi men. Qabrg'asi singan dedi. 4 singan men. 4 singan ekan. Yaxshi odamlar ko'p, xudo xolasa men ishonaman. Ko'plab ko'maklab yordam etamiz. Shu yerda salinmagan yillar ham bor ekan, xudo xolasa. Agarda sharoitga qaraymiz endi, vaziyatga qarab. Salinmagan yillarni ham agarda ko'proq pul yig'iladigan bo'lsa, salinmagan yillarni ham salib berib, darsni davom ettiramiz degan maqsadda. Xo'jalik bakuvchisining qabirg'alari, 4 qabirg'alari singan ekan. Erkak kishi bilasizlar-ku, xo'jalik bakadan odam bo'ladi. Endi qabirg'adan narsa tez bitmaydigan yotibdilar. Shuna uyga keladigan daromad yo'q. Shuna chiqarib berasan deb kelganlar, aytganlar uchun keldim. Qo'llab-quvvatlaysizlar, xudo xolasa. Birlashib ko'p ishga qodirmiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar.